FQB agentlari jinoyatchilarni turqiga qarab qanday fosh qilishlarini bilasizmi? Jinoyatchi o'zini qancha xotirjam qilmasin, FQB agenti uchun o'zi qilgan jinoyatchining ochiq kitobidir. Ular jinoyatchilarni ko'z qorachig'i kengayishidan tortib, tanasining mikro harakatlarigacha o'qiy olishadi. Xo'sh, ular shubhali shaxslarni o'z oyog'i bilan tuzoqqa tushishga qanday majbur qiladi? Ko'pchilik jinoyatchilar o'zini o'ta xotirjam tutishga urinadi, lekin psixologik qonuniyat bitta. Ongli ravishda boshqariladigan harakatlar doim xiyonat qiladi. Savol berilganda lablarning qisqarishi yoki tomoqni tinchlantirish uchun yutinish adenin gormon noshidan kelib chiqadigan fiziologik reaksiya, uning yolg'on gapirayotganini fosh qiluvchi ilk mikrosignallardir. FQB agentlari ularni to'g'ridan-to'g'ri ayblamaydi. Aksincha, yolg'onchini o'zini xavfsiz his qilishiga imkon berib, uning himoya qobig'ini yoradi. Eng dahshatli manipulyatsiya bu strategik sukut hisoblanadi. FQB agenti savol beradi va jinoyatchi javob berib bo'lgach, ataylab 3-4 soniya mutlaqo jim qoladi. Oddiy odam uchun bu sukut o'ta noqulay bo'lib, bu bo'shliqni to'ldirish uchun o'zi sezmagan holda ortiqcha fosh qiluvchi tafsilotlarni gapirib yuboradi. Jinoyatchini chuv tushiradigan eng asosiy hiyla uning versiyasini tasdiqlab turgandek ko'rinib, kutilmagan asosiy dalilni o'zgartirib yuborishdir. Jinoyatchi o'z yolg'onining ichiga shunchalik chuqur kirib ketadiki, agent ataylab qo'ygan kichik xatoga o'zi qo'shilib, o'zini o'zi sotib qo'yadi. Jinoyatchilarni o'z tili bilan iqror qilishga majbur qiluvchi bunday yashirin psixologik texnikalar va manipulyatsiya sirlari faqat kinolarda emas, balki real hayotda ham ishlaydi. Bularni sizga sobiq FQB agenti tomonidan yozilgan kitob o'rgata oladi. Unda oldi-qochdi gaplar yo'q, faqat taktika, amaliyot va ko'rsatmalar bor. Uni xarid qilish uchun izohlarda FQB deb yozib qoldiring.